Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim, ayniqsa pensiya olayotgan fuqarolar, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar, shuningdek yoshi ulug' ota-onasi bor farzandlar albatta bilishi kerak bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap tibbiy komissiyadan o'tish, pensiya yoki nafaqa to'lovlari, hujjatlarni qayta ko'rib chiqish va ayrim holatlarda fuqarodan qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi haqida ketmoqda. Bu ma'lumotni hoziroq bilib olmasangiz, ertaga pensiya to'xtab qolishi, hujjatlaringiz qaytarilishi yoki ortiqcha yugur-yugurga tushib qolishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Men bu masalani oddiy tilda kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi hujjatlar kerak, qayerga borish lozim, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak, hammasini tartib bilan tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka o'z vaqtida yetib borsa, odamlar ortiqcha sarson bo'lmaydi. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Barcha pensionerlar bir kunda, bir xil tartibda majburiy ravishda tibbiy komissiyadan o'tadi degan gapni to'g'ridan-to'g'ri tushunib olish noto'g'ri. Pensiya oluvchilarning hammasi ham tibbiy komissiyaga chaqirilavermaydi. Lekin ayrim toifadagi fuqarolar uchun tibbiy ko'rik, tibbiy ijtimoiy ekspertiza yoki hujjatlarni qayta tasdiqlash majburiy bo'lishi mumkin. Aynan shu joyni ko'pchilik chalkashtirib yuboradi. Oldin ko'p hollarda odam bir marta nogironlik guruhi olgan bo'lsa, keyingi qayta ko'rik muddatini unutib qo'yardi yoki mahalla, poliklinika, pensiya jamg'armasi ogohlantirsa, shunda harakat qilardi. Ba'zi fuqarolar hujjatning amal qilish muddatiga e'tibor bermasdi. Masalan, nogironlik guruhi 1 yilga berilgan bo'lsa, odam o'sha 1 yil tugashidan oldin qayta komissiyadan o'tish kerak. Lekin u menga bir marta berilgan demak doimiy deb o'ylab yuradi. Natijada muddat tugaydi. Tizimda ma'lumot yangilanmaydi. To'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Hozir esa davlat organlari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Poliklinika, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, pensiya tizimi, ijtimoiy himoya organlari bir-biriga ko'proq bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan fuqarodan ortiqcha qog'oz talabini kamaytirish kerak. Lekin boshqa tomoni ham bor. Agar sizning hujjatingizda muddat tugagan bo'lsa, ma'lumot noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, tibbiy xulosa yangilanmagan bo'lsa, tizim buni tezroq ko'radi. Shuning uchun men hech kim chaqirmadi demak hammasi joyida deb yurish xavfli. Yoshga doir pensiya olayotgan oddiy pensioner bilan nogironlik asosida pensiya yoki nafaqa olayotgan fuqaro bir xil emas. Masalan, 63 yoshga kirib yoshga doir pensiya olayotgan erkak kishi faqat pensiya olgani uchun tibbiy komissiyadan o'tishga majbur qilinmaydi. 8 yoshga kirib yoshga doir pensiya olayotgan ayol ham faqat yoshga doir pensiya sababli tibbiy komissiyaga borishi shart emas. Lekin agar pensiya miqdori nogironlik guruhi, parvarishga muhtojlik, alohida tibbiy holat yoki imtiyoz bilan bog'liq bo'lsa, unda tibbiy xulosa muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Endi kimlar bu masalaga jiddiy qarashi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi navbatda nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqa olayotgan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Nogironlik guruhi doimiy bo'lishi ham mumkin, ma'lum muddatga berilishi ham mumkin. Agar hujjatda muddatsiz deb ko'rsatilgan bo'lsa, odatda har yili qayta komissiyaga borish talab qilinmaydi. Ammo agar hujjatda 6 oy, 1 yil, 2 yil yoki 5 yil muddat ko'rsatilgan bo'lsa, muddat tugashidan oldin qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Misol keltiraman. 67 yoshli Anvar aka 2-guruh nogironlik pensiyasi oladi. Unga guruh 1 yil muddatga berilgan. Hujjatda amal qilish muddati 2025 yil 15 martgacha deb yozilgan. Anvar aka mart oyining oxirida poliklinikaga borsa, kechikkan bo'lishi mumkin. Chunki tibbiy hujjatlarni yig'ish, shifokorlar ko'rigidan o'tish, analiz topshirish, komissiyaga yuborish, navbat kutish vaqt oladi. Shuning uchun u kamida bir oy oldin, ya'ni fevral oyida oylay shifokoriga murojaat qilishi kerak edi. Aks holda aprel oyida to'lov kechikishi ehtimoli paydo bo'ladi. Ikkinchi toifa mehnat qobiliyatini yo'qotganlik bo'yicha hujjati bor fuqarolar. Ba'zi odamlar ishlab turgan vaqtda jarohat olgan, kasb kasalligiga chalingan yoki ishdagi baxtsiz hodisa sababli sog'lig'i yomonlashgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda tibbiy xulosa va mehnatga layoqat darajasi asosiy hujjat hisoblanadi. Agar shifokorlar holat o'zgargan deb topsa, nafaqa yoki kompensatsiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin.
Bu yerda eng muhim narsa odam o'z sog'lig'i haqida to'liq, aniq va hujjatlar bilan gapirishi kerak. 3-toifa. Parvarishga muhtoj deb topilgan yoshi ulug' fuqarolar. Ayrim pensionerlar mustaqil yurish, ovqat tayyorlash, dorilarni vaqtida ichish, uy ichida harakatlanish, shaxsiy gigiyena kabi kundalik ehtiyojlarda yordamga muhtoj bo'ladi. Bunday holatda tibbiy xulosa ijtimoiy xizmat, parvarish, ayrim imtiyozlar yoki qo'shimcha yordam masalasida zarur bo'lishi mumkin. Masalan, 92 yoshli onaxon insultdan keyin yura olmay qolgan. Farzandlari ijtimoiy yordam so'rab murojaat qiladi. Bu vaziyatda shunchaki onamiz yura olmaydi deyish yetmaydi. Poliklinika xulosasi, nevropatolog ko'rigi, davolanish tarixi, dori-darmonlar ro'yxati, kasalxonadan chiqish varaqasi kabi hujjatlar kerak bo'ladi. 4-toifa ilgari berilgan tibbiy hujjatlarda tafovut bor fuqarolar. Ba'zida odamning familiyasi bir hujjatda boshqa, tug'ilgan sanasi boshqacha. Pasport ma'lumoti eski, yashash manzili yangilanmagan bo'ladi. Masalan, pensioner pasportini ID kartaga almashtirgan, lekin eski tibbiy hujjatlarda avvalgi pasport raqami qolgan. Elektron tizim bunday ma'lumotlarni solishtirganda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarning bir xil bo'lishi juda muhim. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz nogironlik guruhi yoki tibbiy xulosa bilan bog'liq bo'lmasa, sizni faqat pensiya olayotganingiz uchun tibbiy komissiyaga majburiy chaqirish odatiy hol emas. Lekin boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Masalan, sanatoriyaga yo'llanma olish, parvarish xizmatiga murojaat qilish, nogironlik belgilashni so'rash, dori-darmon imtiyozi olish yoki alohida ijtimoiy yordam dasturiga kirish. Bunday paytda tibbiy ko'rik talab qilinadi. Yana bir hayotiy misol. 2000 yoshli Dilbar opa yoshga doir pensiya oladi. Unga hech qanday nogironlik guruhi belgilanmagan. Mahallada kimdir? Hamma pensionerlar komissiyadan o'tarkan, "O'tmasang pensiyani kesadi" deb aytadi. Dilbar opa qo'rqib poliklinikaga yuguradi. Aslida uning pensiyasi yoshga doir pensiya bo'lgani uchun bunday vahmaga asos yo'q. Lekin agar Dilbar opa sog'lig'i yomonlashib, nogironlik guruhi olishni xohlasa, unda albatta tibbiy tekshiruvlardan o'tadi. Demak, farqni aniq bilish kerak. Pensiyani olishning o'zi alohida, tibbiy asosdagi imtiyoz yoki guruh alohida. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, nogironlik guruhi muddatsiz berilgan bo'lsa ham, ayrim hollarda qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Bu har doim ham to'lovni to'xtatish degani emas. Masalan, aynan hujjatlarda shubha paydo bo'lsa, fuqaro o'zi boshqa imtiyoz so'rasa, tibbiy ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'lsa yoki sud, prokuratura, ijtimoiy himoya organlari tekshiruv o'tkazsa, qo'shimcha ma'lumot so'ralishi mumkin. Shuning uchun muddatsiz bo'lsa, umuman hech qachon hujjat kerak bo'lmaydi deb o'ylash ham to'liq to'g'ri emas. Ikkinchi nozik jihat. Komissiyaga bormaslik bilan kasal bo'lish bir xil baholanmaydi. Agar fuqaro haqiqatan ham yotib qolgan, yurishga qodir emas, og'ir kasal yoki shifoxonada bo'lsa, bu holatni hujjat bilan tasdiqlash kerak. Bora olmadim degan og'zaki gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Oilaviy shifokor, mahalla, ijtimoiy xodim orqali vaziyatni rasmiylashtirish lozim. Ayrim holatlarda uyga borib ko'rish, masofadan hujjatlarni yig'ish yoki vakil orqali murojaat qilish tartiblari bo'lishi mumkin. Lekin buni vaqtida boshlash kerak. 3-nozik jihat. Kasallik borligi avtomatik ravishda nogironlik guruhi beriladi degan emas. Bu juda muhim. Ko'pchilik menda qon bosim bor, qand kasalim bor, belim og'riydi, demak guruh berilishi kerak deb o'ylaydi. Aslida tibbiy ijtimoiy ekspertiza faqat kasallik nomiga qaramaydi. U kasallik odamning mehnat qobiliyatiga, harakatlanishiga, o'zini o'zi parvarish qilishiga, muloqotiga, kundalik hayotiga qanchalik ta'sir qilayotganini baholaydi. Masalan, 2 odamda ham qandli diabet bo'lishi mumkin. Birinchisi dorilar bilan nazoratda o'zi yuradi, ishlaydi, asorat yo'q. Ikkinchisida ko'rish pasaygan, oyoqda yara bor, buyrak faoliyati buzilgan, mustaqil yurish qiyin. Komissiya bu 2 holatga bir xil qarashi mumkin emas. 4-nozik jihat. Eski tashxislar yetarli bo'lmasligi mumkin. Fuqaro 10 yil oldingi kasalxona qog'ozini olib keladi va "Mana, men kasal bo'lganman" deydi. Lekin komissiya odatda hozirgi holatni baholaydi. Demak, oxirgi analizlar, yangi tekshiruvlar, shifokor xulosalari, davolanish natijalari kerak bo'ladi. Masalan, yurak kasalligi bo'yicha kardiolog xulosasi EKG, eksokardiografiya
qon tahlillari, davolanish varaqalari so'ralishi mumkin. Nevrologik kasallik bo'lsa, MRT yoki KT xulosasi nevropatolog ko'rigi reabilitatsiya natijalari muhim bo'ladi. 5-nozik jihat hujjatlarni soxtalashtirish yoki tanish bilish orqali hal qilaman deyish juda xavfli. Bugungi kunda ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda solishtiriladi. Agar soxta ma'lumot aniqlansa, nafaqat to'lov to'xtashi, balki ortiqcha olingan pullarni qaytarish, ma'muriy yoki boshqa javobgarlik masalalari ham kelib chiqishi mumkin. Men doim shuni aytaman. Eng to'g'ri yo'l hujjatni qonuniy yig'ish, real holatni aniq ko'rsatish va shifokor xulosalarini tartibli topshirishdir. 6-nozik jihat. Pensiya miqdori kamayib qolishi mumkinmi degan savol. Agar nogironlik guruhi qayta ko'rikda o'zgarsa, masalan, 1-guruhdan 2-guruhga yoki 2-guruhdan 3-guruhga o'tsa, to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. Aksincha, holat og'irlashgan bo'lsa, guruh yuqoriroq belgilanishi yoki qo'shimcha yordam masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun qayta ko'rik faqat jazolash yoki kesish uchun emas, balki real holatni yangilash uchun ham kerak bo'ladi. Lekin fuqaro o'z holatini to'liq ko'rsatmasa, kerakli hujjatlarni bermasa, natija unga noqulay bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat chaqiruv yoki xabarni e'tiborsiz qoldirmang. Ba'zida fuqaroning telefon raqami o'zgargan, yashash manzili almashgan, lekin tizimda eski ma'lumot qolgan bo'ladi. Xabar yetib bormaydi, keyin fuqaro meni ogohlantirishmadi dedi. Shuning uchun pensiya ijtimoiy himoya, poliklinika va mahalla bilan bog'liq ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lishi kerak. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar uchun farzandlari yoki yaqin qarindoshlari bu masalada yordam berishi zarur. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. O'zingiz olayotgan pensiya yoki nafaqa turini aniqlang. Bu yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami yoki boshqa turdagi to'lovmi? Agar bilmasangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga, ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimidagi hududiy bo'limga yoki mahalladagi mas'ul xodimga murojaat qilib aniqlashtiring. Siz avvalo to'lovingiz nimaga asoslanganini bilmasangiz, keyingi qadamni to'g'ri tanlay olmaysiz. Ikkinchi qadam, agar nogironlik guruhi bo'lsa, uning muddati bor yo'qligini tekshiring. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasida yoki avval berilgan hujjatda amal qilish muddati ko'rsatilgan bo'ladi. Agar muddatsiz deyilmagan bo'lsa, demak qayta ko'rik sanasini alohida yozib qo'ying. Men tavsiya qilaman. Hujjat muddati tugashidan kamida 45 kun oldin harakatni boshlang. Chunki bitta shifokorga kirish, analiz topshirish, natijani kutish, yo'llanma olish, komissiyaga navbat olish hammasi vaqt talab qiladi. 3-qadam. Oilaviy shifokorga yoki biriktirilgan poliklinikaga boring. Mening nogironlik guruhim muddati tugayapti, qayta ko'rik uchun hujjatlarni tayyorlashim kerak deb aniq ayting. Shifokor sizni tegishli mutaxassislarga yuboradi. Masalan, yurak muammosi bo'lsa kardiologga, asab tizimi bilan bog'liq muammo bo'lsa nevropatologga, ko'z bo'yicha muammo bo'lsa oftalmologga, suyak bo'g'im kasalligi bo'lsa dermatolog yoki ortopedga, ruhiy salomatlik bo'yicha holat bo'lsa psixiatrga yuborilishi mumkin. 4-qadam, hujjatlarni alohida papkaga tartiblang. Eng asosiy hujjatlar odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya yoki nafaqa bo'yicha ma'lumot, avvalgi tibbiy xulosalar, kasalxonadan chiqish varaqalari, oxirgi analizlar, mutaxassis shifokorlar xulosalari, dori-darmonlar qabul qilinayotganini ko'rsatuvchi yozuvlar, mehnat faoliyatiga oid ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Har bir hujjatning nusxasini ham tayyorlab qo'yish foydali. Ba'zan asl nusxa ko'rsatiladi, nusxa topshiriladi. 5-qadam, shikoyatlaringizni oldindan yozib oling. Komissiya oldida odam hayajonlanib qoladi. Muhim narsani unutadi. Masalan, tez charchayman deyishning o'zi yetarli emas. Qachondan beri charchaysiz, qancha masofa yura olasiz, zinadan chiqa olasizmi? O'zingiz ovqat tayyorlay olasizmi? Dorini eslab ichasizmi? Kechasi nafas qisadimi? Qo'l oyoq uvishadimi? Ko'rish yoki eshitish pasayganmi? Boshqalarning yordamiga qanchalik muhtojsiz? Bularni aniq yozib boring. Masalan, 1 metr yursam to'xtab dam olaman, 2-qavatga chiqa olmayman. Sultdan keyin 10 qo'lim bilan qo'shib ushlash qiyin. Kuniga det mahal dori ichaman degan aniq ma'lumotlar shifokorga, komissiyaga ham tushunarli bo'ladi. 6-qadam. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, buni yashirmang. Farzandlari yoki yaqinlari poliklinikaga borib, vaziyatni tushuntirsin. Uyda yotgan bemor bo'lsa,
oilaviy shifokor ko'rigi, uyga chaqirish, tibbiy hujjatlarni rasmiylashtirish masalasini so'rash kerak. Otamiz yura olmaydi. Shuning uchun hech qayerga bormadik deb kutib o'tirish noto'g'ri. Harakat bo'lmasa, tizimda muddat tugagan deb ko'rinishi mumkin. 7-qadam. Sizga rad javobi berilsa yoki guruh o'zgarsa, qarorni tushuntirib berishni so'rang. Har bir fuqaro nima sababdan bunday qaror qabul qilinganini bilishga haqli. Agar rozi bo'lmasangiz, belgilangan tartibda qayta ko'rib chiqish yoki yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. Lekin murojaat hissiyot bilan emas, hujjat bilan qilinadi. Men noroziman deyish yetmaydi. Qaysi tashxis inobatga olinmagan, qaysi tekshiruv yetishmayapti, holatingiz qanday yomonlashgan, qaysi shifokor xulosasi bor, shularni ko'rsatish kerak. 8-qadam SMS. Telefon qo'ng'irog'i yoki og'zaki xabarga befarq bo'lmang, lekin firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kim sizdan komissiyadan o'tkazib berish uchun pul talab qilmasligi kerak. Agar kimdir pul bersangiz, guruhni saqlab qolamiz. Tanish orqali hal qilamiz. Pensiyangiz to'xtamasligi uchun hozir karta raqamingizni ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Rasmiy masalalarni faqat poliklinika, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, pensiya va ijtimoiy himoya organlari orqali hal qiling. Bank kartangiz kodi, SMS kodi, shaxsiy parollarni hech kimga aytmang. 9-qadam, muddatlarni kalendarga yozing. Men ko'p ko'rgan holat, odam hujjatni oladi, uyga qo'yadi. Keyin 1 yil o'tib ketganini bilmaydi. Farzandlar ham onamning hujjati bor edi-ku deb yuradi. Hujjatning amal qilish narsasini telefon kalendariga kiriting, qog'ozga yozib muzlatkichga yopishtiring. Farzandlaringizga yuboring. Ayniqsa yoshi ulug' insonlar uchun bunday oddiy nazorat katta muammolarning oldini oladi. 10-qadam, har bir murojaatdan keyin hujjat yoki tasdiq so'rang. Masalan, poliklinikaga ariza berdingizmi? Ro'yxatdan o'tdingizmi? Yo'llanma oldingizmi? Komissiyaga hujjat topshirdingizmi? Bularning izini saqlang. Agar ertaga hujjat kelmagan deyilsa, sizda qachon topshirganingizni ko'rsatadigan dalil bo'ladi. Hozir ko'p jarayonlar elektron bo'lsa ham, fuqaroda nusxa yoki tasdiq bo'lishi zarar qilmaydi. Yana bir muhim tavsiya, agar siz ota-onangizning pensiya va tibbiy hujjatlari bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, hammasini bir joyda saqlang. Pasport nusxasi, pensiya ma'lumotlari, tibbiy xulosalar, kasalxonadan chiqish varaqalari, dori ro'yxati, shifokor telefonlari, oxirgi analizlar, komissiya sanalari alohida papkada bo'lsin. Favqulodda vaziyatda shifoxonaga olib borishga to'g'ri kelsa ham, qayta komissiya kerak bo'lsa ham, bu papka sizni juda ko'p vaqt va asabdan qutqaradi. Hurmatli tomoshabinlar, asosiy fikr shuki, barcha pensionerlar bir xil tartibda majburiy tibbiy komissiyadan o'tadi deb vahimaga tushish kerak emas. Lekin pensiya yoki nafaqasi tibbiy xulosa nogironlik guruhi parvarishga muhtojlik yoki mehnat qobiliyatini yo'qotganlik bilan bog'liq bo'lgan fuqarolar juda e'tiborli bo'lishi shart. Muddat tugashini kutmang, hujjatlarni oldindan tayyorlang, poliklinika bilan aloqada bo'ling. Xabarlarni e'tiborsiz qoldirmang va hech qachon norasmiy yo'llarga ishonmang. Men sizlarga tavsiya qilaman, bugunoq uyda pensioner yaqinlaringizning hujjatlarini tekshirib chiqing. Nogironlik xulosasida muddat bormi? Telefon raqami yangimi? Pasport ma'lumoti to'g'rimi? Oxirgi tibbiy hujjatlar qayerda saqlanyapti? Shularni aniqlang. 1 soat vaqt ajratsangiz, keyinchalik bir oy sarson bo'lishining oldini olishingiz mumkin. Agar sizning hududingizda tibbiy komissiya, nogironlik guruhi yoki pensiya to'lovlari bo'yicha shunday holatlar bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi, bobosi, buvisi yoki nogironlik pensiyasi olayotgan yaqinlar bor insonlarga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyoz va tibbiy hujjatlar bo'yicha eng kerakli mavzularni sodda va aniq qilib tushuntirishda davom etaman.